Qon quyilish holatiga nimalar sabab bo'ladi? Qaysi holatlarda bu bemorlarni turli xildagi kasalliklarga olib keladi? Avvalambor qonni quyilishiga sabab bo'ladigan eng birinchi holati bu hozirgi kunda keng tarqalgan kam harakatlik, ya'ni gipodinamiya, harakatlanishning kamligi, ovqatlanish ratsioni. Ratsionda ko'proq yog'li mahsulotlar va xolesteringa boy bo'lgan uglevodli mahsulotlarni ko'p bo'lishi. Bu qanday qilib qonni quyilishiga sabab bo'ladi? Xolesterin va yog' mahsulotlari qonni tarkibini buzilishiga olib keladi. Ya'ni qonda quyushqoqlik holatining paydo bo'lishiga va qonni quyilishiga sabab bo'ladi. Kam harakatlik natijasida esa harakatning sustligi qon aylanish jarayonining sekinlashishiga, natijasida qonni quyuqlashishiga omil bo'lib xizmat qiladi. Uchinchi omilimiz esa bu stress omili. Asabiylashish holatlari o'z navbatida qonni quyilishiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Stress holati biz bilamizki, qon tomirlarini torayishiga, ya'ni spazmiga olib keladi. Qon tomirlarining torayishi esa qon tomirni ichki qavati, ya'ni endoteliy qavatining zararlanishiga sabab bo'ladi. Endotelining zararlanishi esa tromblar hosil bo'lishi uchun qulay muhit paydo bo'lishiga olib keladi. Tromb bu nima hisobidan kelib chiqadi? Tromb bu qon tarkibidagi shaklli elementlar, ya'ni trombotsitlar va eritrotsitlarning qon tomir devoriga yopishib qolishi natijasida paydo bo'ladigan holat hisoblanadi.